Zamonaviy sportda yuqori natija bilan bir qatorda halollik va sog'lom raqobat tamoyillariga rioya qilish ham muhim mezon hisoblanadi. Shu bois dopingga qarshi kurashish, sportchilarning huquq va majburiyatlarini tushuntirish hamda mutaxassislarning bilim va ko'nikmalarini muntazam oshirib borish dolzarb vazifalardan biri. O'zbekiston Milliy antidoping agentligi ham xalqaro hamkorlikni kengaytirish, ilg'or xorijiy tajribani o'rganish va milliy amaliyotga tatbiq etishda alohida e'tibor qaratmoqda. Shu maqsadda Sport vazirligi, Milliy antidoping agentligi, Xalqaro testlash agentligi hamda O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasi hamkorligida navbatdagi amaliy o'quv seminar tashkil etildi. Bunday qo'shma tashabbuslar mamlakatimizda antidoping madaniyatini yanada yuksaltirish, sportda halol raqobat tamoyillarini mustahkamlash va xalqaro standartlarni izchil joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro antidoping seminarida Xalqaro testlash agentligi eksperti Riley McGowan hamda O'zbekiston Milliy antidoping agentligi mutaxassislari ishtirok etishdi. Mutaxassislar tomonidan xalqaro va milliy tajribaga asoslangan taqdimotlar o'tkazilib, ishtirokchilarga sohadagi so'nggi yangiliklar, zamonaviy yondashuvlar va amaldagi talablar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Tadbir davomida antidoping qoidalari va ularning talablari, doping nazorati jarayonini shaffof va belgilangan tartibda tashkil etish, sportchilarning huquq va majburiyatlari, mas'uliyatlari, taqiqlangan moddalar va usullar ro'yxati bilan ishlash masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, atletlarning salomatligi bilan bog'liq hollarda terapevtik maqsadlarda foydalaniladigan dori vositalari uchun tegishli ruxsatnoma olish tartibi yuzasidan ham amaliy tushuntirishlar va tavsiyalar berildi. Seminar davomida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga xalqaro va mahalliy ekspertlardan bevosita javob olib, mavjud muammolar yuzasidan fikr va tajriba almashish imkoniga ega bo'ldilar. Dopingga qarshi kurash bu faqat qoidabuzarliklarni aniqlash yoki nazorat o'tkazish bilan cheklanmaydi. Bu avvalo sportchilar salomatligini asrash, ularga to'g'ri axborot berish, halol raqobat muhitini ta'minlash va sportning nufuzini himoya qilishga qaratilgan tizimli jarayondir. Zero doping sportchining salomatligiga jiddiy xavf tug'dirish bilan birga, uning sportdagi faoliyat va erishgan natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun har bir sportchi, murabbiy, shifokor va sport sohasi mutaxassisi antidoping qoidalarini yaxshi bilishi, o'z huquq va majburiyatlaridan xabardor bo'lishi kerak. Xalqaro tajriba va milliy salohiyatni birlashtirishga qaratilgan bunday seminarlar O'zbekistonda halol sport, adolatli raqobat va sog'lom avlod tamoyillarini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.